vaqtning o'tganning qofiyada so'zlarning tagiga chizing. Yomg'ir Kavsar Turdiyeva. Yomg'ir yomg'ir yog'aloq, shoshma shoshma shoshqaloq. Sanayman men tomchini, yomg'ir yomg'ir yog'aloq. Ikkinchi shoshqaloq. Qofiyada so'zlarimiz yog'aloq, shoshqaloq. To'g'ri. Shular. Tomchilar, tomchilar. Shular qofiyada so'zlar. Fe'llar qanday so'roqlarga javob bo'ladi? Nima qildi, nima qilyapti? 3 fe'l zamonlarini sanab bering. Kelmadi, bo'lishsiz fe'l. Bo'lishli va bo'lishsizga men tushunchali olib kelganman. Bo'lishli fe'l deyapti, adi kabi qo'shimchalar ishlatiladi. Misol uchun, men maktabga bordim. U kitob o'qiyapti. Biz darsni tushundik. Siz bugun o'ynadingiz. Sen uyga vazifa bajarding. Bo'lishsiz fe'l men va ba'zan yo'q so'zi ishlatiladi. Misol, men maktabga bormadim. U kitob o'qiyapti. Biz darsni tushunmadik. Unda kitob yo'q, senda qalam yo'q, men daftarga yozmayman. U maktabga kelmadi kabi so'zlar bo'lishsiz fe'l. O'zbekiston yoshlari Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu